Assalomu alaykum inshootlar kanali kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Anchadan beri kanalga video ham kelolganim yo'q. Ishlar bilan bo'lib Toshkentga ham kelolganim yo'q edim. Xudo xolasa yana Toshkentdamiz. Vaqt topib yana xudo xolasa shu yangi qurilayotgan inshootlarda sizlarga shu tashqaridan bo'lsa ham, ko'chadan bo'lsa ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Hozir yana shu piramid towerida yoniga keldik. Hozirgacha yana ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa yana qolgan joylarda video olib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, yonidagisi Zarafshon City edi, adashmasam. Piramid Tower deyarli qurib bitkazishdi. Yuqori qismlari hamma oynalargacha mana bu to'r setga o'xshagan narsaga qo'yib bo'libdi. Hozir mana bu savdo markazini qurilish ishlari ketyapti. Hozir yonidan borib ko'rsataman ham. Hop, mana bu ko'rishingiz mumkin Piramid Tower. Ajoyib. Nasib bir sizlarga ham kirib ko'rsataman, xudo xolasa. Bu Zarafshon City, buni ham ko'rsatib qo'yaray. Shunday mumkin. Hop, ishlar ham deyarli bu turar joy majmuasi ham deyarli bitib qolibdi. Nasib kunduz bir vaqt topib sizlarga ham ko'rsatishga harakat qilaman. Hop, davom etamiz endi. Coast Construction tomonidan qurilayotgan Piramid Tower. Nasib yozda oxirigacha bitirib yuborishar, bu yil oxiriga ochilib ketar. Mana bu Nukus ko'chasi, bilasizlar. To'g'ri-to'g'ri aeroportga olib boradi. Aeroportga bir 10 minutlik yo'lda oshib ketsa, aeroport yaqinida. Ko'p video qilganman piramid haqida. Deyarli yarimidan boshlab video qo'yishni boshlaganman. Deyarli mana shu shu binoni yarimgacha ko'tarilgan holatidan boshlab. Xo'p. Wow. Mana bu tomonlargacha olib kelishibdi hozir. Ancha ko'tarib qo'yishibdi. 1 2 3 4-qavat savdo markazi 5-qavatini qurish ishlari ketyapti ekan. Voy, nima bu xarob qoldi? Ana. Ko'rishingiz mumkin. Uy, shopping, mehmonxona hammasi bir joyda. Hayot 3 burchakning ichida edi, piramidaning ichida edi. Shunaqa edi bular shiori, adashmasam. Xo'p. Setlari ajoyib o'zgaradigan qilishgan ekan. Charchamanglar, bormanglar. Hop, mana bu yerga ekran qo'yib qo'yishibdi. O'zi ancha bo'ldi kelmaganim ekan. Menimcha bu 3D bo'lmasa kerak, Toshkent City'ga o'xshab oddiy ekan. Hop. Mo'sh 3D ham bo'lishi mumkin endi. Mana bu O'zbegim loyihasi. Buni ham video obzor qilgandim, adashmasam. Mana bu tarafda ham Bobur turar joy majmuasi bor edi. Uni ham xudo xolasa bir video qilib beraman. Xo'p. Menimcha ancha-muncha qurilishlar o'zgargan holatlari. Yo'l beringlar endi. Tungi Toshkent.
Mana bu gullar o'zgaryaptimi? Hali ham o'tgan yil olgandim. Qaranglar, mana bu Pyramid Tower. Opa, mana bunday bitta ko'rsatay. Hozir nariyoqdan, bu tomonlardan bir ko'rsataman. Kommentariyada yozib ketinglar, shu izohlarda qaysi turar joy majmualarini bilasizlar, mana shu Toshkent shahrida. Sizlarga qiziq, men xudo xolisa vaqt topib shu ko'rsatishga harakat qilaman. Tashqaridan bo'lsa ham, imенно bo'layotgan yangi qurilishlar, turar joy bo'lish shart emas, qanaqadir inshootlar, misol, ya'ni Nasib islom sivilizatsiyasi markazidan ko'rsataman. Menimcha u ham bitib qoldi anchagina. Qachon ochilishini bilmadim. Yunusoboddagi yangi tushgan targoviy sentr nomi nima edi? O'shani ham borib ko'rsataman deganim. Просто kelolmay qoldim ochilishiga. Nasib bu yerdan borib sizlarga ko'rsataman. Qizil. Pyramid Tower. Xo'p, bugungi ko'rinishi shu holatda. Bugun demak 2-mart. Mart deyman, 2-aprel. Kechirasizlar. 2-aprel holatiga shunaqa ko'rinishda. Pyramid Tower. O'sha gap, izohlarda yozib qoldiringlar fikringlarni. Qayerlarda borib ko'rsatay? Mana shu Toshkent shahrida, misol boshqa joylarda bo'lsa ham, Samarqand desam, Vodiy desam, xudo xolasa borib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunaqa yangi qulayotgan inshootlar bo'lsa, sizlarga qiziq bo'lsa. Hoppa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat, kattagon.